Chimildiqqa kirgandan so'ng shol bo'lib qolganman. Ota-onam qarshiligiga qaramasdan sevgan insonimga, ya'ni erimga turmushga chiqaman deb turib oldim. Ota-onam esa ilojsizlikdan mayli kuyov tarafni, ya'ni erim tarafni surishtirib ko'raylik. Bizni oilamizga ma'qul kelsa, albatta biz rozimiz deyishdi. Men juda ham xursand bo'lib ketdim. O'zimcha 7-osmonlarda uchib yurganman. Ota-onam bir gap topib kelishdi, ya'ni kuyovning onasi qaynonam folbin ekan degan gapni. Men bu gapni eshitmagandim va erimdan so'radim. Shunaqa gap topib kelishdi, bu rostmi desam, erim ha bu gaplar to'g'ri, lekin senga aytgani qo'rqdi, menga tegmaslikni mumkin edi. Lekin mahalla-ko'y yetkazibdi, afsuski. Nima qilay, onamni aybi uchun men javob bermayman-ku deb o'ksinganday qilib gapirdi, yuragimni siqib. Men ham ota-onamga yolg'on gapirdim. Oyijon, Adijon, to'ydan keyin alohida chiqib ketar ekanmiz, qaynonam bilan yashamas ekanmiz deb ota-onamni aldadim. Qaynonam 5-6 marotaba sovchilikka keldi va ota-onam rozilik berib yuborishdi. Qizimni baxti uchun mayli o'zi sevganiga tegsa tegibdi deb rozilik berib yuborishdi. Men juda ham xursand edim. 7-osmonlarda uchib yurdim. Erim ham shunaqa, o'zicha 7-osmonlarda uchib yurdi. Meni yer ko'kka ishonmaydi. Juda ham mehribon erim. Lekin bunaqa holat bo'lishini bilganimda ikki dunyoda ham erimga turmushga chiqmagan bo'lardim. Men bu voqea bo'lgandan keyin Allohga juda ham ko'p shirk keltirib, har kuni tunlari nolib yig'lab chiqardi. Bu narsadan juda ham afsuslanardim. Nima bo'lganiga keladigan bo'lsa, to'yimiz 3 kun bo'lgan bo'lsa, meni vechirim qiz bazmim kuni sinfdoshlarim bilan kursdoshlarim urushib ketgan. Restoranda bo'ladigan kun bo'lsa, ikkita quda taraf bir-biri bilan. Undan so'ng 5 soat kuyovni kutgan bo'lsam,